DJ Mikmini. Bu Turkiyaga ketyapsizlarmi? 16-kun uka Turkiyaga ketyapman uka. Nimani tavsiya qilasan? Zo'r bosib kelsiz bo'ladi ya'ni aka kontentlar. To'g'ri. Zo'r joylarga ketyapmiz o'zi. Ash ko'rsatib, ancha ham tajriba bo'ladi, ham kontentingizga ham. Nimadan foydalanib, montaj qilish kerak uka uni bir-biriga. Sizga zo'r shanslar bor aka, men aytaman hozir ko'rasiz mana. Ko'ring. Yo'la-yu. Shi. Mana futbolkalarga moslab turib, oblochkalar bor. Mana moska. Ustiga. Ha. Magnitiymi yo? Ha, magnitik. Qanaqa yozasiz mana. Aytibman, hali Anjani menimcha hech kimni ko'rmadim hali. Buni endi Bu stansiyasi bu. Telefonga qataradi. Mana telefonga qatiradigani buni? Ha, telefonga qataradigan shu. Ha, buni yulib oladi. Ha. Tuzga ekan. Tuzi emas, eng zo'ri mana shu. Ovozi vahshiy tiniq chiqaradimi? Ha, o'tdi. So'nggisi mana shu hozir. Molsi bor mana men o'zim ishlatagan. Bunda hech narsasi bo'lmaydi, xuddi shu fason ekan. Raylari. Ha, qora bo'ladi. Bo'ldi, boshqa nimasi yo'q. Lekin ovoz tiniq oladi. Ha, bu ham tiniq.